orqasidan shaharda juda ham dahshat bo'lgan virus boshlandi va u orqasidan ketdi va shu bilan birga bizni ota-onamiz ham qirilib ketdi. Bunday katta masshtabdagi qirilishdan so'ng shahar ko'chalari shunchaki huvillab qoldi. Deyarli ikkimizdan boshqa hech kim qolmadi desa ham bo'ladi. Ular shaharda faqat kuchlilargina tirik qolishni boshladi. Aynan oldingi sarguzashtlarimiz juda ham qiziq bo'ladi. Xullas, mana shunaqa fojiali voqealar butun shaharni qamirib oldi. Bizni oldinda juda ham qiziq va ajoyib sarguzasht kutib turibdi. Biz esa buni sizlarga video tarzida ko'rsatishga harakat qilamiz. Iltimos, videoga like bosing va kanalimga obuna bo'ling. Bo'lmasam biz boshladik. Havo ham kundan kunga yomon bo'lib boryapti. Vaziyat kundan kunga chigallashib bormoqda. Oziq-ovqatga ham bir qarab qo'yichi. Nima bu? Barakat, bir dona kiloni non qopdi. Deyarli hech narsamiz qolmadi ishga. Endi qanday qilib omon qolsak bo'ladi? Mayli, muhimi hozir bizning omadimiz kunduz kuni kasallanganlar yo'q bo'lishi. Rostdan ham yo'qmi, har ehtimolga qarshi narsa olib borib kelishim kerak. Tashqariga borib ovqat izlab kelishim kerak. Sizlar bilan ham salomlashmadim. Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan birgalikda men Odilboy va meni yangi videomga xush kelibsizlar bo'ldi. Xullas, bizning shaharda kasallanganlar tarqalgan va zombi apokalipsis nima shunaqa voqealar bo'lyapti. Niko, tuzumsan? Yaxshi dam oldingmi? Odilboy, yaxshimisiz? Ha, hammasi yaxshi, hammasi ajoyib. Faqat birgina muammo bor. Nima? Oziq-ovqat deyarli tugadi. Sen hozir mana shu yerda o'tirishing kerak. Men esa borib oziq-ovqat izlab kelaman. Yo'q, va o'zi ko'nglim sezganda nimadir notinch deb. Lekin bu atrofda oziq-ovqat topish bilaman, shu sudiklar o'zi yetarlicha ovqatni hammasini olib ketman bo'lgan. Ya'ni bizdan tashqari tirik qolganlar ham bor. Ular yaxshigina qurollanib, xullas bizdan ancha kuchli. Menimcha hamma evakuatsiya qilinib bo'ldi va bu yoqda oziq-ovqat deyarli chiqmaydi-yu. Ha, lekin topib kelmasam bo'lmaydi. Agar 24 soat ichida qaytmasam, xullas, o'zingni ehtiyot qilgin. Mayli, xo'p. Mayli, charchama. Ketdim. Xo'p. Do'stlar, men albatta qaytib kelaman, chunki u hali kichkina va u hali o'rganish kerak bo'ladigan ko'p narsalar bor va uni himoya qilishga odam kerak. Shuning uchun yaxshigina qurollarni olaman, pichoq kerak bo'ladi va mana bu narsa ham kerak bo'ladi, temir. Xo'p. Menga omad tilinglar va men ketdim. Eshik ham ochiq. Shunchaki biz himoyasizmiz. Hattoki eshikni shunchaki kalit bilan qulflasak bo'ladi, lekin ichkaridan hech qanaqasiga himoyalab bo'lmaydi. Yaxshi ham bu yerga zombilar kirmayapti, ammo kiradigan bo'lsa, holimiz voy bo'lishi mumkin. Shuning uchun bugun o'zida shu muammolarga yechim kiritaman. Hammasini ta'mirlab, eshiklarni yopib, xullas atrofni zararsizlantiraman. Har ehtimolga qarshi bu yerda ikkita eshik domda yashashni shunisi ham bir tomondan yaxshi. Xo'p, ana endi men bu yoqqa qarab otlanishim kerak. Havo ham unchalik yomon bo'lmayapti. Agar qish keladigan bo'lsa, hozircha menda bitta taxmin va nazariyalar bor. Qishda qor yog'adi va zombilar terisi bilasizlar 80% ko'p teshiklardan iborat bo'ladi va ular qish kelgan orqali yo'q bo'lib ketishi mumkin yoki bo'lmasam qishki uyquga ketishlari ham mumkin. Xullas, mana shunaqa gaplar. Atrofni sinchiklab ko'rib chiqmasak bo'lmaydi. Xo'p, bu nima bu? Ruchka degan qanaqadir magazin bor ekan va baxtimga magazinlar prosta bo'sh ahvolda yotibdi. Essiz, shunchaki har bitta javonlar huvlab aytgancha shu yoq atrofda vokzal bor edi. Vokzalni o'zining kichkinagina magazini bo'ladi. Ha, o'sha yerdan narsa topish mumkin. Menimcha odamlarning xayoliga u yerda narsa bo'lishi kelmaydi va u yerga borib yeyish uchun bu narsa topishi mumkin bo'ladi. Xo'p, adashmasam yo'l mana bu yerda, mana shu yer orqali vokzalga yetib olsam bo'ladi. Opa. Mana metro vokzaliga ham yetib keldik. O'ylaymanki, bu yerda ovqat bo'ladi, obunachilar. Shuning uchun hozir bo'sh pastga kirib, ichkarini yaxshilab tekshirib chiqamiz. Atrofda hech qanaqangi tirik jon yo'q. Balkim bu yerga menga o'xshab kimdir oziq-ovqat izlab kelgandir. Tirik jon bo'lsa, juda ham xursand. Assalomu alaykum. Bu yana Kim bu? men shunchaki odamman.
Yarador emasmisan, uzoqroq tur. Yo'q, hech qanaqa yarador emasman. Bilasizmi, men bu yerga oziq-ovqat izlab kelgandim. Yo'q, senga ishonish qiyin. Uzoqroq tur mendan. Qarang, xohlaganicha tekshirishingiz mumkin. Hattoki menda hech qanaqa qurollar ham yo'q. Va hech qanaqasiga yaralanmaganman ham. Nimaga kelding bu yerga? Maqsading nima? Aytaman-ku, maqsadim shunchaki men bu yerga ovqatni olish. Bo'ldi. Boshqa hech qanaqangi maqsadim yo'q. Tirik qolishim kerak. Faqat ovqatmi? Ha, Nima bu senga? u rahmat. Ammo bu yerda juda ham kam-ku. Unda buni ham yana 2 haftaga yetadi. Balkim men bilan yurarsiz, notanish, billa tirik qolishga harakat qilardik. Hozir yolg'izlik juda ham qiyin. Ehtiyojim yo'q sizlarga. Sizda qurol bor, to'g'ri, lekin bizda hech narsa yo'q. Balkim birlasharmiz. Bu zombi apokalipsisni ham to'xtatishning yo'lini bilaman. Men kichik olimman desa ham bo'ladi. Qanaqa qilib? Xullas, ya'ni mani ukam bor. Biz ikkalamiz juda ham ko'p fanlarni yaxshi o'qiganmiz. Va bu shahardan 2 chaqirim narida, ya'ni sal uzoqroqda bitta laboratoriya bor. O'sha laboratoriya orqali biz dori yaratib, butun shaharga tarqatishimiz mumkin. Va zombilar yana To'xta. Maqsading bunaqa buyuk ekan, o'zing qilsang bo'lmaydimi shuni? shunchaki men kuchsizman bu narsani qilishga. Yo'lda juda ham ko'p mashaqqatlar chekishim mumkin. Yo'lda o'zing bilasan, kasallanganlar juda ham ko'p. Endi sen menga aytmoqchisan, yoningda himoya qilib yurishim kerak. Yo'q, shunchaki billa bo'laylik, biz bir-birimizni himoya qilardik. Tekinga hech kim bilan yurmayman. Xo'p, mayli bo'pti, ketdim bo'lmasa. Aytgancha, senga yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, o'na yerdagi domda turaman. Nomerim ham bor, xohlasang berishim mumkin. Hech qanaqa nomer kerak. Xo'p, mayli, ketdim bo'lmasa. To'xta. Ha, Keyin bilan bo'lsang, men buni ham avval. ha. Rahmat senga. Mayli. Do'stlar, nimagadir bu bolani menga yordam bergisi kelmadi. To'g'ri, uni tushunsa ham bo'ladi, chunki hozir juda ham og'ir ahvolda va qayerdan biladi, men kasallangandirman. To'g'ri, o'zi uchun harakat qilish kerak hozir. Juda ham to'g'ri qaror qabul qildi. Ammo unda qurollar bor edi. Biz uni qurollari yordamida to'g'ri biroz o'zimni o'ylayapman. Ammo hozir juda ham kuchsizmiz. Juda, u esa o'zini himoya qila olish darajasida. Mayli, agar hozir ukamga ovqat topganimni aytsam, juda ham xursand bo'ladi. Tezda uyga borayda, unga ovqat topganimni aytay. Harakat, bu videolarni qachon qo'yaman? Qachon internet yana oldingidaqa ishlaydi? Qachon odamlar o'z holiga keladi? Qachon tinchlik yana boshlanadi? Bu videolarni bekorga olayotganim yo'q. Agar bu videolarni siz ko'rayotgan bo'lsangiz, demak, hammasi joyida va o'z iziga tushib ketgan. Shunchaki men hozirgi mashaqqatlarni va hozirgi qiyinchiliklarni kelajakdagi avlodga ko'rsatmoqchiman bu videolar orqali. Hozircha baxtimizga elektr quvvati bor va men bundan juda ham mamnunman, ochig'ini aytsam. Xo'p, bizni etash adashmasam mana shunisi bo'lishi kerak. Xo'p, yo'q, bunisi emas ekan, bundan keyingisi. Xo'sh. Tak, 4-qavat va biz 5-qavatda yashar edik. Shuning uchun 5-qavatga qarab olg'a. Tushunmadim. 5-qavat ham bo'sh nima? Menda gallyutsinatsiya bo'lyaptimi? Do'stlar, adashib boshqa kvartalga kirib ketibman. Ming bor uzr, mana o'zimning kvartalim va aynan mana shu xonadon meniki. Oppa. 100% birardim. Niko? Uydamisan? Niko? Uyda ekan. Ha. Nima gap? Bo'lmasa, mana men qaytib keldim, sog'lomman. Topdingizmi nimadir? Ha, topdim. Qara, ikkita to'g'ri go'shtidan topdim va 33 ta steak topdim. Agar buni pishirib yeydigan bo'lsak, bizga 2-3 oyga yetadi. Ha. Yaxshi, bu safar omadingiz kelibdi. Ha, ammo bilasanmi, men buni shunchaki topmadim. Nimaga? Nima bo'ldi? Xullas, bir vokzalga borgandim. U yerda bir odamni uchratdim. Ishonasanmi, shu shaharda tirik jon. Shahar evakuatsiya qilingandi deganni, lekin tiriklar bor. Ya'ni qolib ketganlar bor bizga o'xshab. Evakuatsiyadan bizga o'xshab qolib ketishgan bo'lsa kerak. Ha, shunaqa va unga qurollar ham bor edi, lekin men unga birga yashashni va mana shu zombilarni to'xtatib qolishni taklif qilgandim, ammo rozi bo'lmadi. Bu tabiiy hol.
O'zi bunaqa vaziyatda hech kim rozi bo'lmaydi. Ha, mayli bo'lmasa men yotib dam olay. To'g'risi charchadim. Xo'p, bitta steak tashlab ketding, juda ham qornim och qoldi. Mana faqat o'zing Va biramanlab pishirib pishirarsan. Qolganlarini oshxonaga Xo'p, xazinaga qo'yib qo'yaman. Do'stlar, sizlarga ochiqni aytadigan bo'lsam, juda ham charchadim va bilasanmi, nima deb o'ylaysan? O'sha odamni yana qidirib ko'raymikan, balkim bizga yordam berar. bilmadim, lekin uni topish menimcha oson, chunki uni kechqurun qidirish kerak. Ha, gapingda jon bor. Chunki u birorta joyda tunab qoladi va aynan biror bir chiroq Yoniq turadi. To'ppa-to'g'ri. ha, Ha, vashi genial idea. Bilasanmi, u juda ham qurollangandi va qanaqadir derski gapirardi-da, tushunsanmi? Oddiy odamga o'xshab. lekin tangani ikkinchi tarafi ham bor. Zombilar yorug'likka ko'p keladi. Shunisi ham bor omon. Albatta kech bo'lganda yorug'likka kelishadi va ular kech bo'lganda ko'payishadi. To'g'ri, chiqish xavfli. Lekin agar biz uni yana bir marta topadigan bo'lsak, uni ko'ndirishimiz mumkin. Ha. Mayli bo'lmasa, kech tushguncha men uxlab olay. Aha, men go'sht pishiraman. Bo'pti. Aytgancha, kechga yaqin menga ham pishirib qo'ying iltimos. Xo'p. Xo'p, mayli. Do'stlar, mana bizda yaxshi va nima deydi, ish beradigan reja bor. Agar biz uni topadigan bo'lsak, hammasi juda ham yaxshi bo'ladi va asta-asta hammasi yaxshilanishni boshlaydi. Xullas, men buni ochig'i juda ham xursandman. Agar siz bu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, iltimos kanalimga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bilasizmi? Meni Telegram kanalim bor. Bu yerda oldinlari obunachi 1000 tadan ziyod bo'lardi.